ertaga o'lsak bizni kim qo'yadi? Shu ayılda olib chiqilib ketdi. Mana yaxshi tomondingizmi? Bismillah. Kiva. Gittim. Kim vaat bizi tolkaşı prezidentimizga shunday o'satib qo'yay sizdan so'rab yordam bering. Саламатсыздарбы? Алдыңыздарда турган Абдуллажановдардын үй бүлөсү, Ош шаарынын тургундары бул жакка атайын мени үйүнө чакырышты. Себеби дегенде өздөрүнүн ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген. Ошол коляскада отургандыгына байланыштуу үйүнө чакырып маалымат берейин деп чечти. Бул үй бүлөнүн негизги максаты коомчулукка өздөрүнүн пикирин жеткирүү экен. Негизги маселеси 2010-жылы июнь окуясында 1993-жылы туулган Шахбоз деген бул үй бүлөнүн жалгыз уулу ошол окуяга шектелип өмүр бою эркинен ажыратылган экен. Азыр андан бери 15 жылдан бери азыр абакта экен. Ошол окуя боюнча ошол үй бүлө өздөрүнүн пикирин, суранычын жана ошондой эле кайрылуусун интернет аркылуу жолдойлу деп мени чакырышты эле. Алгач өзүңүздөрдү тааныштырып, анан эмне маселе боюнча коомчулукка чыгып жатасыздар, ошону айтып берсеңиздер. Саламатсыздарбы? Аты фамилияңыз ким? Мен Абдуллажанова Мукаддам. Кайрылуунда максат Садыр Нуркожоевичке şu 10-жылдагы вакыя боюнча сүйлөйм. Менин бир дана оглум бар эле. У 10-жылдын 19-июнунда чыгып кеткен боюнча мына 15 жылдан бери абакта отурат. Мен энди 4 жыл болду шундай болуп отуруп калдым коляскада, баламы аркасынан. Кантип коляскада отуруп калдыңыз эже? Нерв tomurlari kısılıp kalgan deb diagnoz koydu. Şu nerv tomurdan bolup hozir hech qanday nima mümkünçiligim bolmay kalganligi uchun şu nimaga qayrilyapman. Internetke qayrilayın deb Internetke qayrilayın deb chechdim. Анан бул жакта отурган сиздин жолдошуңузбу? Ha, bu meni joldoshum. Bu jaqda cho'ng qizim. Meni o'zi bir o'g'il, 2 qizim bor. 2 qizimdan endi ular turmushga chiqib ketishgan. Shu hozirgi vaqtda, hozirgi mezgilda ikkalamizlar shu uyda o'tiramiz, pensiyaga qarab o'tiribmiz. Meni qaray turgan hech kimim yo'q, qaray turgan boquvchim yo'q. Mablag'da yo'q. Pensiya bilan dori-darmon boshqaga kuyovim qaraydi. Joldoshum. İşlay desa ishlamaydi, meni tashlab ketmaydi. Men Abdullajanov G'ayratbek, shu Shahbozning otasi bo'laman. Mana shu 2010-yil 19 fevral kuni olib chiqib ketishgan baldarda 2 ta militsioner kelib, urib to'qmoq bilan olib ketib, bo'yniga qo'yib, shunday bo'lgan. Ana hech qanday aybi yo'q-da. Endi hozir mana
ayolum vurup çıkarıp söyleyelim benden. Sizlerge жалгызсыздар азыр. Hepsi söyledi. Şunun için rahim kılışım rahim kılışım. Sadrın Hoca sizi biz özüm seyleğimiz. Çardak falan. Sizden gelen ötürüz. 5-6 jola yazdık. Beri gün gem yazganımız hiç geldi. Yani kadar netice yok. Sizden sonra şunu çıkarıp verin. Bizi koyvanıyam adamımız yok. İşte ölsek bizi kim koyar? Yardım olsanız yardım olmayın. Sizden başka lafımız yok. Ben 66'da çıktım. Şu ayılda yatkan yerden apçık etkende madıdan apçık etti öyle senin arımana bargansın sen öldürüyorsun diye öyle bekerden başına taşla attın diye birbirlerine koy öyle koyuştu şimdi biz ya hiç kim muhabbet etti biz kim var bizi Tolkien prezidentimiz geçen ev sadrık hocam sizden ben abi çarda verin öyle kalsak koyatuğun adam yok çarda verin Şu ayılda alıp çıkılıp gitti. Guvohlik berip koyasan dep şu uchastkavoy militsiyalar apchiq ketgan boyuncha qaytib kelmadi. Keyin dejurniy advokat telefon qilib shu yerda bolang dedi. Shunda biz bordik. Shu bo'yicha bolani Qarasuyskiy oblastnoy sud bo'ldi. Undan Verxovniy sud bo'ldi. Bir statya bilan shu umr bo'yiga berildi. Iltimos Nurxo'joyevich Sadir sizdan so'ranam bizga jindek nima qilinglar biz ikki otasi bir yo'ldoshim bilan pensionermiz aqchamiz jetmay jatat men kasalman dori darmagimga da aqcha jetmay jatat bir yili o'g'lim bor edi uni uylagan yo'qman shuni ko'rayin deb jataman endi bu kasal bo'lib ketib qolsam bolamni ko'ra olmasam bir 7 yil bo'ldi borib ko'ralaylikman yo suylalayman shunga so'ranam sizdan yordam bersangiz bolamni chiqarishga so'ranamman sizlardan paring mahir bo'lishda aytadi o'shda odam hech unaqa birovga jamlandi o'jog'ole ba'zi odamlar yaxshi ko'radilar bu bir ko'z tiydi bu bir narsa bo'ldi bu birovda anaqa qila turgan bola emasda birov sekkan ham bola emas rahim qilasiz endi Nurxo'joyevich sizdan umidimiz hurmatli prezidentimiz Sadir Nurxo'joyevich yana Qayimchibek Qidirshayevich men sizlardan so'raram shu pulimni chiqarib berishingizni so'raram mana shu ayolim men o'sha 10 yildan 12 yildan beri qarayman turolmaydi 12 yildan beri putlarida yo'q deyishdalbayim men pensiyamiz bilasizlar 7,5 mingdan pensiya olamiz nimaga chetorimizga jetmaydi ne boshqaga jetmaydi shuning uchun biz ertaga qo'ygan ham odam yo'q yo'l qolsam kim qo'yadi biz sizlardan yordam shu prezidentimiz Sadir Xo'jayevich Qayimchibek Qidirshayev yordam qilingizlar shularni chiqarishga sizlardan umidimiz cho'ng ishingizga ig'iylik Qirg'izistonimizni gullatib yuraverginglar rahmat